Assalomu alaykum. Men Ashurqulov Abror, Toshkent Kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi fakulteti 22-26 guruh talabasiman. Bugun men tushuntirib beradigan texnologik sxema qizdirilmaydigan kameralarda sekinlik bilan boruvchi ko'kslash qurilmasi hisoblanadi. Bizda xomashyo, gudron yoki kreking qoldiq hisoblanadi. Birinchi navbatda shu xomashyoni nasos yordamida quvurli pechga parallel oqimda kirgiziladi. Bu yerda 350-380 gradusgacha qizdiriladi. Qizdirilgandan so'ng 9-kolonna hisoblanadi bu. Kolonnaning pastki qismiga kaskadli tarelka yuqorisidan kirgiziladi, yuboriladi. Xomashyo kolonnadagi og'ir fraksiya bug'lariga kondensatsiyalanadi va pastki qismda retsirkulyat yoki ikkilamchi xomashyo hosil bo'ladi. Ikkilamchi xomashyoni kolonnadan nasos yordamida pechga qaytariladi. Bu pechda 490-510 gradusgacha qizdiriladi. Bu pechni quvurlarida ko'ks hosil bo'lishini oldini olish maqsadida 3% gacha bo'lgan turbilizator deb nomlanuvchi jihozga suv bug'i beriladi. Qizdirilgan suv bug'i berilgandan so'ng 4 yo'lli kran orqali ikkita teng ishlovchi kameraga uzatiladi. Bu ikkita kamera davriy siklga tayyorlanadi. Undan keyin pastdan berilgan qizdirilgan xomashyo asta sekinlik bilan to'lib boradi. Bu vaqtda kameraning hajmi juda katta bo'ladi. Ichki diametri 4,6, 5,5 metr, balandligi 27-28 metr bo'ladi. Aralashmadagi bug' mahsulotlari kolonnaga yuboriladi va bu yerda qolgan og'ir qoldiq esa qoladi. Suyuq qoldiq esa asta sekinlik bilan koksga aylanadi. Kamera taxminan 24 soatda koks bilan to'ladi. Kolonnaga yuborilgan bug' mahsulotlari bu yerda ajraladi va kolonnaning yuqori qismidan yengil fraksiyalarga ajraladi. Bular benzin, suv bug'i va gazlarga ajraladi. Undan keyin va og'ir fraksiyalar esa bug'latuvchi kolonnaga yuboriladi. Bu yerda bug'latuvchi kolonnadan issiqlik almashtirishga jo'natiladi va u yerdan hovli sovutgichga jo'natilib, u yerdan rezervuarga yo'l oladi.